orqadagi eshikda ikkita knopka nima uchun kerak deb o'ylaysiz? Xitoy prezidentlari yuradigan mashinani sizga topib qo'ydim. Aynan shu eshikdan turib, narigi eshikning oynagini tushirasiz. Erinchoqlar uchun zo'r variant. Honji HS5 2023-yil 50 ming probegida kraskalari top-toza, oppoqina jemchugidan tovlanadigan-da. Bu Xitoy prezidentlari yuradigan mashinalar o'zi qimmat bo'ladi. Salon holatlar juda ham zo'r saqlangan ekan. 50 ming yurgani bilan, lekin unaqa yomon bo'lib ketmagan ekan. Ideal desak, kommentariyani portlatib yuborasizlar, lekin haqiqatan ham yaxshi saqlangan ekan. Panorama tomlari bor, beskulchovoy dastutlari bor, mashinamiz elektropaket o'rindig'lar bor. Xullas juda ham go'zal mashina, zo'r mashina. Mashina haqiqatan ham yaxshi saqlangan ekan. Bose akustika tizimlar o'rnatib qo'yilgan ekan. Mashinamizni ko'rishingiz mumkin, juda ham katta mashina bo'ladi bu Honji HS5 lar. Bu mashina narxini egalari bilan talashib, tortishib 24.600 gacha tushirishga harakat qildik. Juda ham zo'r variantda. Bunaqa Honjilarni o'tkazolmaslik uchun Inamarka Namanganga a'zo bo'lib, like bosib, tashlab qo'ying. Egalar nomerini pastda qoldiryapmiz. Bemalol bog'lanib savdolashsangiz bo'ladi. Bu mashinamizda slepoy zonalari bor, 360 kameralari bor, qolinishiga tonirovka ruxsatnomalarigacha bor, o'rindiqlar to'liq elektropaket, isitish, sovutish tizimigacha bor, head-up displeylargacha bor, drive mode funksiyalari bor. Xullas, siz xohlagan hamma funksiyasi bor.